Ko'rinmas zanjirlar. 3-qism. Yangi kelinlar uxlamaydi, dedi u bu holimdan zavqlanib. Xo'p, mayli, sepibdi, bir chelak ham qo'yadimi? Adashmasam, bu chelakda kecha pollatda turganda. G'azabdan ko'zlarim qisildi. Borib hovlilarni supur, kirlarni ham yuv, kelinlik vazifalaringni bajar. Axir meni xotinim bu uyni kelini sensan, shunday emasmi? Dedi u, qo'limga o'sha chelakni tutqazib. Xo'p, dedim, tishlarim orasida soxta tabassum qilib. U esa allaqachon rasmiy uslubda kiyingan edi. Demak, ishga borar ekan-da. Nima ish ekan? Qiziq. Lekin menga bu qilgan yaxshiligi javobsiz qolmaydi. Jilmaygancha yuvinish xonasiga kirdim. Undan keyin esa men uchun qiziq tuyulgan yon tarafdagi xonaga kirdim. Ha, boylar, pulingiz oshib-toshib ketgan bo'lsa, boshqalarga yordam bermaysizmi? Dedim ichimda. Axir juda ko'p kiyimlar bor bu yerda. Hatto soat do'konlardagi kabi allaqanday uskuna ularni aylantirib turardi. Ochig'i, men bunday narsalarni tushunmayman. Modellar Zara brendidan deysa, nima farqi bor? Hammasi ham inson yaratgan mahsulot-ku derdim. Keyin xayolimga shu so'z o'rnashib, kostyumlar osilgan shkaf oldiga borib, hammasini yoqasiga qarab chiqdim. Ularning brendini bilib, ataydan kiyib olaman. Aslida menga boshqa kiyim ham yo'q. Shunday paytlarda telefonim bo'lishini juda istayman-da. Mayli, dedim. Lekin odatda qimmat brendlar bunday oddiy joyga logo yorlig'ini yopishtirmaydi. Qo'limga ilingan va matosi boshqacha bo'lgan kostyumni oldim. U boshqalardan farq qilardi. Brion deb yozilgan yozuv cho'ntak tarafdan chiqdi. Qoyil, dedim-da, o'zimga katta tursa-da ustimga kiyib tashqariga chiqdim. Oshxonada esa kuymalayotgan Halima opani ko'rdim. Ammo uy egasi Irfon uylarni supur dedi-ku. Demak, supurish kerak. Shunday xayol bilan hovliga o'tdim. Supurgi qidirishdan oldin men ularning suv turadigan hovuzini qidirdim. Keyin ko'zim hovlida turgan basseynga tushdi. Boyagi chelakni qo'limga olgan holda u aytgandek hovlilarga suv sepa boshladim. Tartibsiz sochlarimni kecha hatto tarashga ham ulgurmaganim bois tepaga allambalo qilib yig'ib olgandim. Suv sepishni avvalo darvoza oldidan boshladim. Shuncha joyi tezroq bo'lishim kerak. Meni bunday ishlar charchatmaydi. Qishloq qizi bo'lsam, kerak bo'lsa yerni jigarini sug'urib, mayda-mayda qilib mollarga beraman. Hoy sen, dedi kechadan buyon qulog'im o'rgangan ovoz. Unga hayron qarab, ko'zimga tushib qolgan sochimni puflab yubordim. Ha, dedim bosh silkib. Bu meni Italiyadan keltirilgan kostyumimmi? Bu chelakni basseynga soldingizmi? Halima opa va Irfon birdan ikki xil savol berishdi. Usti boshimga nazar tashlab, bosh silkidim javoban. Halima opa Irfonga bir qaradi-yu, tezda kelib qo'limdan chelakni olib ketdi. Hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina past ovozda boshqa bunday qilmang degandi. Irfon esa joyida muallaq turib, kaftini mahkam qisib qayta ochardi. Sen, dedi yaqin kelib, titrasam ham dadil tutishga urinib. Men, dedim xuddi u kabi chimirilib. Qasd oldim deb o'yladingmi? Og'zimni qo'limga olib borib kulguni yashirgan bo'ldim va dedim. Qasd? Yo'q, men kelinman. Kelinlik vazifalarini bajaryapman. Xuddi o'zingiz aytganingizdek. Shunday-de, dedi u iyagini silab. Ko'nglim bir noxushlikni sezardi. U men tomon kela boshlaganda ko'zlarim moshdek ochildi. Ortimga nazar tashlab qo'limni to'xta ishorasida ko'tardim. U qoshlarini chimirib ko'ksi ustida turgan qo'llarimga qaradi. Tezda tortib oldim. Ustimdagi kostyumni yechib ortidan o'tdim-da kiydirishga tushdim. U hech narsani tushunmay turar, qora qoshlari chimirilishdan to'xtamasdi.
Mana endi bemalol ketavering, dedim jilmayib. Yaxshi kelin bo'lib, erimni kuzatib qo'yyapman. Kesatgancha yelkasini bir-ikki qoqdim-da nari ketdim. U anglashga ulgurib, jahlini jilovlaguncha juftakni rostlash kerak. Chopqillab oshxonaga o'tdim. Zum o'tmay ortimdan baland ovozda qishloqqa degan ovoz keldi. Qiqirlab turaverdim. Qandaydir yordam kerakmi, Halima opa, dedim, o'zimni tabiiy tutishga urinib. Yo'q, siz nima qilyapsiz? Qo'ymoqmi? Yonlariga borib oldim. Qiziqish bilan kuzatib, qo'llaridan idishlarini olib, men ham qilishga tushdim. Darvozani qattiq yopilishi sabab qo'rqib ketdim. Natijada men hozirgina solgan quymoqlar bir tekis chiqmadi va yana aytish mumkinki, hamma yerga xamirdan tomib tushdi. O'zim tozalayman. Irfon fon ketdi-ku. Endi bemalolmiz. Shunday emasmi? Ha, aytgancha, uni oyisi qayerdalar? Avval menga bir muddat qarab turib, keyin tilga kirdilar. Xayriyat, men bu ayol menga oxirgacha termulib tursa kerak deb o'ylagandim. Ra'no xonim do'konlarni nazorat qilgani ketgandilar. O'zi rostdan ham Irfonni xotinimisiz? Halima opa yon-veriga o'g'rincha qarab, engashgan holda sekin pichirladi. Men ham o'tinga biroz egildim. Yo'q, men to'ydan qochgan qizman. Xuddi Halima opadek shivirladim qulog'iga. Nega? Davom etdi. Kuyovim siz tengi bobo ekan, degancha sharaqlab kulib yubordim. U bunday holatni kutmagani bois ichiga bir tuflab, so'ng keng jilmaydi. Hazilingiz qursin, dedi. Tabassumi yo'qolmagan kuyi. Aslida men hazil qilmagan edim. Buni faqat men va Irfon biladi. Uy ishlariga kelganda Halima opa yo'q desalar ham qo'llaridan olib ularni gapga chalg'itgancha yordam berishga urinardim. Halima opa bilan birgalikda Ra'no xonimning xonasini yoqqani kirganimizda hayratla boqdim. Aslida menga uning hayoti qiziq tuyulgan edi. Ya'ni turmush yo'li. Xonasi esa o'ziga xos, oddiy, ochiq ranglardan foydalanilgan pardalar tufayli bu yer yanada jozibali ko'rinardi. Halima opa mayda narsalarni ham tozalarkan, men ularga ko'z yugurtirdim. Asli bu narsalarni tushunmasam ham chiroyli ekanligi bois tomosha qilish yoqardi. Bitta uzuq ko'zimga juda jozibali va nafis ko'rindi. Men ham qiziqishim ustunlik qilib taqib ko'rdim. Loppa loyiq o'lchamimiz ekan o'zi ham. Nima qilyapsiz? Halima opa qiziqsinda. Cho'chiganim bois qo'limni berkitgan holda Halima opaga qaradim. Haligi, dedim biroz chanalab, keyin qo'limni ko'rsatdim. Ko'zlari haqiqatdan kattarib ketdi. Bu juda qimmatli, iltimos, tezroq joyiga qo'ying. Nega sizni olib kirdim o'zi? Ra'no xonim buyumlariga tekkanlarni yoqtirmaydi. Voy, dedim, qo'limdan chiqmagani bois chiqmayapti. Endi meni ham ko'zlarim kattarib ketdi. Halima pastdan Ra'no xonimning ovozlari kelishi bilan ikkimiz ham tipirchilab qoldik. Qo'llarimni havoda silkingancha nimadir qilishga urinardim. Tezroq yechib pastga tushing deb buyruq berib ketdilar. Nima qilishni bilmay tezda xonamizga kirib uzuqni yechish yo'llarini qidira boshladim. Ammo yo'q, bo'lmayapti. Bunday narsalarga qiziqmasam ham nega menda bunday bo'ladi? Hali kelganimga sutga to'lmagan edi. Boshqa narsa qilsang bo'lmasmidi, Dilnora, dedim ichimda. Noiloj xonadan chiqdim. Qanday qilib olishni bilmayotgandim. Ra'no xonimning eshigi ochiq turibdi. Sekin oldiga bordim. U komodli oyna qarshisida sekinlik bilan taqinchoqlarini yechardi. Menga oynadan qarab turdi. Kelin degan salom qilishni bilmaydimi? Bu kabidan so'ng esa qo'limni ko'ksimga qo'yib tezda ta'zim qila boshladim. Qo'lingdagi bilasizmi, dedim vaziyatni tushuntirishga urinib. Assalomu alaykum.
Yaxshi keldingizmi? Tezda yonlariga borib soch turmaklarini to'g'rilashga harakat qildim. Men shunchaki qiziqishdan Halima opaga qarashaman deb chiqqandim, ammo qiziqib taqib ko'rdim, lekin boylikka qiziqmayman. Faqat endi yecholmayapman, dedim aybdorligim sabab yig'lagudek bo'lib. Qoshlari biroz chimirilib, qo'limdan tutdilar. Qo'llari shu darajada yumshoq ediki, men butkul hayratda edim. Juda oq va tiniq ham. Meniki esa bug'doy rangga aylangan. Qish kelishi bilan o'ziga kela boshlaydi, biroq yozda yana dala ishlari bilan xuddi shu tusga kiradi. Shu sabab ham shaharliklarni nozik deyishadi. Loyiq ekan, dedilar jilmayib, meni hayratda qoldirgancha. Men bunday jiddiy tarzda nimadir qiladilar deb o'ylabman. Yoki kamida baqirishni kutgandim. Senga sovg'a bo'lsin. To'ylaring juda tez bo'lganini eshitganim uchun sovg'a ham bermadim. Bu meni sovg'am senga. Lekin rostdan bilmagandim. Bemalol olaver. Ota-onang qayerda? Dedilar meni stul ustiga o'tirg'izib. Qishloqda, dedim rostini aytib. O'g'lim bilan qanday tanishgansiz? Xayolimga hech qanday yolg'on narsalar kelmayapti. Shu sababli rostini aytishda davom etdim. Qishlog'imizda meni suvdan qutqarib qolgan, deb ichimda davom ettirdim. Aslida eng katta yomonlik qilgan. U seni menga turmushga chiqasan deb majburladimi? Yo'q, dedim kulib. Nega majburlaydi? Shu on juda ham bor gapni aytishni istadim. Ammo hali biz u qadar yaqin odam emasdik. Yuring, yaxshisi tushlik qilamiz. Qorningiz ochdir, dedim mavzuni burib. Ra'no xonimning kulib turgan yuzi o'zgardi. Qornim to'q, sizlar bemalol, dedi jiddiylik bilan. Keyin telefoniga kirib allakim bilan gaplasha boshladi. Menimcha eri bo'lsa kerak, Irfonni dadasi. Shunda o'gaymi yoki men noto'g'ri talqin qildimmi? Lekin nega ular birga yashamayapti? Qiziq bo'lsa-da, barmog'imni tishlagancha pastga tushdim. Tushlikda ham yordam berishga urindim, biroq buni rad etdilar. Kechgacha nima qilishni bilmay izg'ib yurdim. Bu uyni men ta'riflamay, so'zini siz eshitmang. Boshim aylanib ketadi. Nega shuncha hashamat uyda bor yo'g'i yashaydigan 2 kishi uchun esa 4 ta xizmatchi. Kechga yaqin kechlikka yordam berishimni ham rad etganlarida esa bog'ga chiqdim. Halima opa boya tanishtirgan edilar. Hovlining orqa qismi naq jannat. Daraxtlar yashil maysalar, gullar yana chirmashib ketgan haqiqiy ertak hosil qilgan. Bog'bon bobo, keling, sizga yordam beraman, dedim gullarini tagini yumshatganlarini ko'rib. Yaxshimisan qizim, dedilar nurli tarzda. Meni ham bobom bilan buvim tirik bo'lishganida balki hayotim bunday keskin bo'lib ketmasmidi? Ammo biz kutmagan narsalar bexabar tarzda shiddat bilan kelarkan. Bog'bon bobo bilan ancha chiqishib qoldik. Kechga yaqin esa dasturxonga Halima opa chaqirdilar. Hozir, dedim-u, lekin boyadan beri yetishga urinayotgan uzugim hech ham chiqmayapti. Hozir mana yuvinishni xonasida qo'limga suv tutqazib turibman. Ko'p harakat qilganim sabab qo'lim hattoki shishib qoldi. Qon aylanishi to'xtab qolgandek. Nima qilyapsan? Ortimdan kelgan ovoz sabab qo'rqib ketdim. Sakrab tushdim. Erimga muvaffaq tuf-tuf deyishimni ham unutmadim. Uzukni yecha olmayapman, dedim unga qo'limni ko'rsatib. Ko'p harakat qilgan ko'rinasan, dedi ohista qo'limdan tutib. Og'riy boshlagan qo'lim sabab allaqachon yuzimdan tomchilar oqa boshladi. Yig'layapsanmi? Hayron, dedi. Yo'q, ko'zimga nimadir kiribdi. Shunday deb ko'zimni ishqadim. U tashqariga chiqib ketib, 2 daqiqa o'tar o'tmas qayta keldi. Qo'lida qaychi va yana nimadir bor edi. Uzukni kesasizmi? Dedim vahima bilan. Javoban yo'q deb bosh silkidi. Unda qo'lim nima? Irfon javob berish o'rniga menga yaqinroq keldi. Yo'q, unday qilmang. Qo'limni tezda tortib oldim. Rahmingiz kelsin, yig'lashga tushdim. Rahim, dedi qo'limni qattiq ushlab. Sen bugun Italiyadan keltirilgan kostyumimni nima qilding, bilasanmi? Yetmaganiga uyimga joylashib, xonamni egallading. Gapirish barobarida tishlari g'ichirlab ketardi.
men ketaman. Uy, ish topib ketaman. Bu yerda yashab turmoqchi edim. Iltimos, rahm qiling. Rahm shafqat yo'q. Atrof go'yo qorong'u zulmatga cho'mib, uning yuzini dahshatli tus oldirgandi. Uning tik qarayotgan o'tkir nigohi battar vahima soldi. Birdan qichqirib yubordim. U ham tezlik bilan tahoratga keladigan qo'li bilan og'zimni yopib oldi. Buncha tipirchilaysan, ahmoq, dedi u sekinlik bilan. Qaychi bilan odam o'ldirish? Men qotil emasman, dedi. Keyin kulimsirab qo'lini oldi. Qo'limga allaqanday mas surtib, sekin suvga tutdi. Yuragim urishdan go'yo to'xtaganga o'xshab, bir lahza men ham anglolmadim va keyin miyamda signal yetib keldi. Qasd oldingizmi? Qasd? Yo'q, men erlik vazifamni bajaryapman, dedi u. Ertalab men aytgan gapni takrorlab. Ko'zlarim qisildi g'azabdan, lekin men sizdan erlik talab qilmagandim. O'zingiz mendan xotinlik, kelinlik dedi gapimni bo'lib. Xotinlik emas, kelinlikni talab qilgandim. Buni noto'g'ri tushunib, yana quchog'imga kirma. Ana nihoyat bo'ldi. Qo'limga qaradim. U allaqachon shishgan barmog'imni bog'lab qo'yibdi. Shishi ketishi uchun kompress qildim. Ovqatga tush, dedi-yu chiqib ketdi. Hozir o'zimda bo'lganimda uni gaplari o'rniga qattiq javob berardim. Ammo lekin rostdan ham undan foydalandim-ku. Bunday paytda uni shunday o'ylashi shubhasiz. Xayollarimni yig'ib, yuzimdagi iliqlik mahsulini nari oldim go'yo. Bu meni ular bilan oilam bo'lmagan. Oilam bilan ilk kechlik qilishim edi. Biroq dasturxonda faqat Irfon bor, Ra'no xonim yo'q edi. Bizni uydan farq qilishni ana shunda. Bizda hamma jamul-jam bo'lardi. Ertalab nonushta oshxonada, kechga esa mehmonxonadami. Irfonning qo'lida telefon, o'zi nimadirlar qilardi yoki menga bu ko'rinishni notabiiy tuyuldi. Shu payt ikki bolakay kirib keldi. Ortidan esa viqor bilan Ra'no xonimga o'xshab ketadigan, yana qayerlaridir Irfonga tortadigan ayol ham. Aslida uni qiz bolaga ham qiyoslash mumkin. Bolalar oyi degandagina uni ayol ekanini bildim. Men ham o'rnimdan turdim beixtiyor. Assalomu alaykum, dedim. Ular ikkisi so'rashayotgan payt. Shundagina u bor diqqatini menga qaratdi. Bu kim? So'radi u Irfondan. Irfon chuqur xo'rsindi. Bu ayolaman, dedim jilmayib. Ajabo, qachon hozir javob bo'lib ulgurdim. Hech esimda yo'q. Qizning norozi nigohi ukasiga qaratildi. Qachon uylana qolding? Irfon peshonasiga zo'r borib o'ylayotgan payt yana men javob berdim. Kecha edi, dedim o'sha jilmayish bilan. Hazilmi bu? Kesatib kuldi. Yo'q opa, bu rost. Faqat siz ham nega bunday deb so'ramang. Bu shunchaki yolg'iz ukam uylandi va men bexabar qoldim. Bu nima degani? Oyimchi, oyim nima deyapti? U avval erini o'ylasin. Irfon ayol qo'lini beliga qo'ydi. Yoki sen oyimga achchiq qilib uylandingmi? To'xta, ha shunday, dedi u Irfonni iyatgidan ushlab o'ziga qaratib. Oppo, ha mayli, yaxshilikka bo'lsin. O'ylaymanki, bu narsa uzoq davom etmaydi, dedi menga qarab. Bosh silkigan holda turardim. Qani keling, keyin gaplashamiz qolganini, deya Irfon ularni dasturxon atrofiga chorladi. Menga bir qarab, ikkisi ham joylashdi. Men ham sekin Irfonning yonidan joy oldim. Uning qarashlari, qoshlari chimirishlaridan bir yaxshilik sezmadim. Oyim, opasi so'radi. Hamkorlar bilan uchrashuvdaman degandilar, dedi Halima opa. Qanaqa hamkor ekanini yaxshi bilaman. Irfon qo'lidan turgan qoshiqni mahkam siqdi. Men zimdan unga qaradim-da, dasturxonga ko'z yugurtirdim. Haddan ziyod isrofgarchilik men uchun. Jiyanlari atrofimizda sakrab o'ynashar. Opasi ularga jilmayib qo'yardi. Ovqatlanib bo'lgach, idishlarni olishi barobarida o'rnimdan turdim. Halima opani oldiga kirib borib so'radim. Bu opasimi? Ismi nima? Juda chiroyli ekan. Qo'limni qovushtirib stolga suyandim, ularni kuzatgancha. Ha, ismi Iroda.
Moliya institutini bitirgan, hozircha ta'tilda, eri ishlashini xohlamaydi deb qulog'imga yaqin kelgan holda ulardan ko'z uzmay davom etdi. Aslida uni rashk qiladi. Opoqi kichkintoy bolalardan biri kirib keldi. Ha dedim, u tengi egilib. Biz bilan o'ynang, dedi u eshikda yashirincha qarab turgan ukasini ko'rsatib. Zerikib ketgandim, darrov rozi bo'la qoldim. Nima o'ynaymiz, dedim. Ular meni tepa qavatdagi xonalardan biriga olib kirgach, Berkin machoq. Ajoyib. Sizlar berkinasiz, men esa topaman. Bo'ladimi? Bosh silkishgach esa sekinlik bilan sanashni boshladim. Boshim devorga tiralgan holda turardi. Ularning qiqirlab kulgancha yurgan qadam tovushlari eshitilardi. Ajoyib. Men qidirishni boshladim, dedim baland ovozda. Ular bilan o'ynay qitiqlagancha uyquga ketibmiz. Hozir sizlarni uyg'otishni boshqacha usulini qo'llayman. Allaqayerlarda uzoqdan tovush kelardi. Miya faoliyatim ishga tushirishga harakat qilib anglashga urindim. Bu qayerdan kelyapti? Bir vaqt yuzimga kimningdir lab bosganini hamda ustimda ma'lum og'irlikda nimadir turganini angladim. Men tush ko'ryapmanmi deya ko'zlarimni sekin ochdim. Ko'zlarim oynadan bizga qarab qiqirlab turgan bolalarga tushdi va meni yuzimdan labini uzmagan Irfon hayrat bilan menga qarab turardi. Bu voqeani anglab ulgurgan zahotim u ham men ham o'rnimizdan irg'ib turdik. Bu nima qilganingiz, dedim, miyamga boshqa narsa kelmay. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu bolalarni xonasi edi-ku. Boshda tutilib keyin dadil gapirdi. Aftidan aybni menga yuklamoqchimi? Inson shunchalar surbet bo'lish mumkinmi? To'xta, o'zing ham kezi kelganda bor aybni unga yuklading-ku, o'yladim ichimda. Lekin baribir asl aybdor u. E'tiborliroq bo'ladi odam degan qo'limni qovushtirib oldim. Bolalar, opasi kirib keldi. Irfon, dedi. U hayron qarab eshikka suyangancha keyin menga qaradi. Bu yerda nima qilyapsizlar? Oyi, tog'am opoqini yuzdan o'pdi, dedi kichkinasi. Unga qarab kattasi ham qiqirlab kulganga xonadan chiqib ketishdi. Iroda opa ikkimizga norozi qaradi. Bolani oldida bunday ishni qayta takrorlama dedilar. Menga nigohlarini olib o'tganlarida esa xonadan chiqishim kerakligini tushundim. Ohista qadamlar bilan yurib, eshik dastasini yopishga uringan chog'da to'xtatdim. Sababi noma'lum qiziqish bor edi menda. Irfon, bu axir tasodif deganding-ku, yoki meni ahmoq qilyapsanmi? O'sha xushro'y qiz bilan yoki men bilmaydigan nimadir bormi? Dedi Iroda opa. Meni ketishimni ham kutmagan ko'yi boshlab yuborgan ko'rinadi. Aslida menga ham bu qiziq savol edi. Nega meni shunchaki ko'chaga sudrab haydab yubormadi? Yoki militsiyaga berib yuborsa bo'lmasmidi? Uyimga o'rnashib oldim. Lekin bu xayol miyamdan o'tganda ixtiyorsiz tabassum qildim. Axir bizni xotin qilgan ham shunday xodim edi. Lekin meni hayron qoldirgan narsa bu Iroda opaning xushro'y qiz degani bo'ldi. Meni hech kim bunday atamagandi asli. O'zimni juda past ko'rganim bois ortiqcha e'tibor tugul ko'zguga qaramasdim. Dugonamni hattoki maktabga borganda ko'zgu qarshisida turib, yuziga bilinmas tabiiy tursin deb surgan bo'yoqlarni hech tushunmasdim. Yo'l bo'yi ham qayta mendan qanday turgani haqida so'rab, holi jonimdan to'ydirardi. Xayollarimni o'tloqda kezib yurgan qo'yni uyga olib kelgandek yig'ib oldim va ularning suhbatiga quloq soldim. Opa, bilmasdan, dedi u o'sha holatni izohlamay. Bolani oldida-ya, qanday qilib o'pding? Iroda opa yana gapni yakunlashga ruxsat bermadi. Opa, qiziqsizda qanday o'pardim? Ko'zimni yumdim, o'pdim, bo'ldi, dedi Irfon gap tamom degandek. Men kulgu kelgani sabab og'zimni mahkam yopib, bosh barmog'imni tishlab oldim. Uni jiyanim deb o'ylabman. Unga uyg'otishga kirgandim. Irfon gaplarini tushungandek, men oyoq ichida yurib o'zimizning xonaga kirdim.
tong allaqachon otgan edi-yu, nega men payqamay uxlab qolaverganimni tushunmadim. Bu uyga kelganimdan keyin shunday bo'lgandi asli. Ko'zgu aksiga qarab, boyagi gaplarni eslab, yuzimni yuvgancha yana kulib qo'ydim. Lovullab yonishda davom etgandek, o'sha lahzani oniy daqiqada his qildim. Nimalarni o'ylayapsan, dedi. Ichimdagi o'zim aksimga qarab, ikki yuzimni ushladim. Sen nega kelganingni unutdingmi? O'qish eng oliy orzuying emasmidi? Bu yerdan ketmoqchi eding. To'g'ri, rostdan ham hammasi shu uchun edi. Yuvinib chiqqach, xona o'rtasidagi turgan Irfonga duch keldim. Undan izoh so'rashni istadim-u, ammo bu bilan mayda gap bo'lib maydalashishni istamadim. O'rtamizdagi noqulay sukunatni buzib Halima opaning ovozi keldi. Nonushtaga. Men esa boshdagi maqsadimni miyamda charx urgancha aylantirib pastga tushdim. Xayollarim parishon va tarqoq edi. Ish topish va uy topish.